Bizlar musulmonligimizga bir mutoji bo'lib ko'raylik. G'arib, bechora nola va zajja qiladi. Hanuzam bir imdod, i'ona va ko'mak bo'lsa, hamla qilamiz misli she'rdayki, shuni sahmini ham boyat men olib yesam deymiz. Mana bu yerga bor qurboni bo'lsam sahoba ikromlarda musulmonliklari, e'sorlari, fidokorliklari kattatarin dars va ibratdagi musulmonlarga agar biz dars olamiz. Hazrati Ikrima radhiyallohu ta'ala anhu Abu Jahlning o'g'li bo'ladi, subhanalloh. Zaxm bo'ladilar. To'rfoqqa bishilib yotganda ashaddan niyoz zarurati bor, lablari qoq bo'lib qurib qolgan suvga. Suv pesh qilinadi, mutoji bo'ladiki, faludagi amdoli majruhdi, zaxmdi. On vohid ehsos qiladiki, shu tashnalik, shu suvsiz qolmoqki meni jonimga bor. Qalblarim va go'sht badanlarim ko'yib ketayotdi bilan, shoyat shu amdolim ham shunday bo'lsa. Ishora qiladiki, boy hamduolimga berilsa. Hamduol degasi mutoji bo'ladiki, yana bir degagina a'zoy badani majruh zaxmda to'rfoqqa bishilib yotibdi. Ehsos qiladiki, shoyat uni ko'proq niyozi mendan bo'lsa, unga ishora qiladi. Mutaassifona kasoyki suvda aylantiradi, uni oldiga boradi, u shahid bo'lgan. Bo ajala keladiki, bor degar shularni oldiga, shularga suvni taqdim qilsam, bu ikkovginasi ham shahid bo'lgan. Alloh Taol bularni maqtab Qur'oniga bizlarga bayon qiladiki, va yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa.